Ustoz, erimdan shaxsiy ehtiyojlarim uchun pul so'rashga uyalaman. Janjalsiz qanday pul ajrattirsam bo'ladi? Bitta narsa borda. Biz o'g'il bolalarimizga kichik yoshidan boshlab, o'sha pul topish yoshidan boshlab ayol kishiga pul berish kerak ekanligini o'rgatishimiz kerak. O'sha o'g'il bolalar topib kelgan pulini onasiga beryapti, beradi. Ayoliga ham berish kerak. Bu uni barakasini ko'paytiradi. Bu uni mavqesini oshiradi. Bu uni biznesdagi ochilish imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Bu o'sha ayol kishiga berib pul berib uni xursand qilganligini energetikasi insonni rivojlantiradi. Men buni juda ko'p gapirganman. Endi qaysi paytda pul so'rash kerak? Qanday so'rash kerak? Erkak kishi bilasiz, maqtovga o'ch bo'ladi. Erkalashga o'ch bo'ladi erkaklar. Erkaklar shirin so'zni gadosi bo'ladi. Albatta o'sha ehtiyojingizga, katta ehtiyojingizga birdan so'rasangiz bermaydi. Ehtiyojlarni bo'lak-bo'lak qilib kichik hajmda olishga bir o'rganishimiz kerak. Ikkinchi masala bor. Ayollarning ham o'zini qo'lida hunari bo'lishi kerak. Kasbi bo'lishi kerak va har bir ayol 21-asrda moliyaviy erkin bo'lishga o'rganishi kerak o'zi. Onlayn magazini bo'ladimi, bironta bir onlayn biznesi bo'ladimi, bironta bir kichik bizneslari bo'ladimi, bo'lishi shart. Endi pul berish kerak erkak kishi. Pul berishni ajrini ham, savobini ham, darajasi qanaqa ekanligini bir qalban his qilsa, albatta ayoliga pul beradi. Shoira Isakova 1974-yilda Toshkent viloyati Qibray tumanida tug'ilgan. U 25 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog, nutritsiolog va preferentolog. Shoira Isakova 1995-yilda Milliy universitetning o'zbek filologiyasi, 1998-yilda falsafa psixologiya yo'nalishini, 2010-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining amaliy psixologiya, 2017-yilda Tirchiq davlat pedagogika universitetining defektologiya, 2024-yilda Rossiyaning Sechenov universitetining nutriologiya yo'nalishlarini bitirgan. U shuningdek mashhur psixologlar Oleg Godetskiy, Zlata Korolyova, Oksana Palagina, Dmitriy Karpachov, Janet Padalka, Yaroslav Samoylov psixologiya maktablarining sertifikatlangan bitiruvchisidir. Shoira Isakova malakali oila va bolalar psixologi, defektolog, NLP trener, art terapevt, O'zbekiston psixologlar uyushmasi a'zosi hamda 2018-yilning eng yaxshi psixolog treneri, o'ndan ortiq psixologik loyihalar muallifi. Sevimli telekanalining Zirabcha, Xayrli oqshom, Sevimli kun, Assalom O'zbekiston, Munozara maydoni, O'ylarim, Gap, Munosabat, Ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvlari, psixolog ekspert va Qadam seriali g'oya muallifi. Uning amaliy faoliyatidagi natijalari: 25 mingdan ortiq shaxsiy qabul, 10 mingdan ortiq o'smirlar muammolariga berilgan yechim, konsultatsiya olib, o'z biznesini boshlagan 500 dan ortiq ayollar, 1000 dan ortiq shogirdlar. Ustoz, 6 oylik kelinman, muhit yoqmay qiynalyapman. Ko'nikib ketishim uchun nima qilishim kerak? Xo'p, uydagi muhit yoqmayotgan bo'lsa, 6 oylik kelin bu hali moslashib ulgurmagan bu xonadonga. Ba'zi qizlarimiz bugun kelin bo'lib tushadi, ertaga o'sha xonadonni meni oilam, meni oila a'zolarim deb qabul qiladi-da. Ba'zi qizlarimiz esa oylab vaqt ketadi o'sha xonadonga moslashib, o'sha oilani tartib intizomini, qadriyatlarini qabul qilishga vaqt ketadi. O'sha qaynonani xarakterini o'rganadi, erini xarakterini o'rganadi, qaynotasini xarakterini o'rganadi, oiladagi past baland nima yoqadi, nima yoqmaydi o'rganadi. Agar endi moslasha olmayotgan bo'lsa, albatta turmush o'rtog'idan yordam so'rasin. Yaxshi taraflarini ko'rishga harakat qilinglar deb aytamizda har doim. O'sha oiladagi yutuqlarni ko'rishsin, shu oilani mahalladagi mavqei, obro'si, chunki behudaga tanlanmagan bo'ladi bu oila. O'sha nimasigadir qarab turib tanlanadi-da. O'sha yaxshi oila bo'lishi mumkin, yaxshi tarbiyalar bergan bo'lishi mumkin. Mana shularga qarab turib o'zini o'zi ko'niktirishga harakat qilish kerak. Endi ko'p holatlarda qizlarimiz to'ygachan ancha mustaqil bo'lishadi-da, haligi o'zi o'qishga boradi, o'zi xohlasa o'rtoqlari bilan kafelarda, ko'chalarda yuradida va to'ydan keyingi hayotni ham xuddi shunaqa bo'lishini xohlaydi. Yo'q, u yerda bunaqa tartib bo'lmaydi endi. U yerda o'sha oilani talabiga, tartibiga, oiladagi odamlarning gap so'zlariga, fikrlashlariga biz moslashishimiz kerak bo'ladi. Va
oila qurdikmi, albatta biz u oilani qabul qilamiz. Qaynonamlar o'g'illarini qizg'anib, oramizga janjal solib, yomonlaveradilar. Bu vaziyatda qanaqa yo'l tutsam bo'ladi? Qaynonalarni rashki bor. Biz ularni to'g'ri tushunamiz. Nimaga? 25 yil, 26 yil o'g'lini katta qilganida uni albatta kiyimlarini yuvgan, ovqatini qilgan, ishga kuzatgan, ishidan kutib olgan, bu uni odatiga aylanib qolgan, doimiy odatiga. Ba'zi kelinlar buni qizg'anyapti, mendan rashk qilyapti deydi-da. Bu yerda mayli qaynona o'sha o'zini ona pozitsiyasidagi rolini bajaraversin, siz esa qolgan rollarni bajarsangiz ham bo'ladi. Bu yerda aynan meni erimni qizg'anyapti, ya'ni o'g'lini qizg'anyapti deb turib gapirishlarni hojati yo'q. Ikkinchi masala bor. Bizda baribir o'zbekchiligimiz bor. O'sha ona va bola gaplashib o'tirgan paytda aytamizki, qo'shilmanglar, yaxshisi borib ishinglarni qilaveringlar. O'zi agar sizga aytadigan zarurat gap bo'lsa aytadi deymiz. Zarurat gap bo'lmasa biz uni ichiga sho'ng'ishimiz kerak emas. Ustozimning bitta zo'r gaplari bo'lgan va meni butun hayotimda asqotgan, hech qachon gapni ketidan quvma degan. Hech qachon kim nima desa, uni ketiga tushib olib quvma, baribir gapni oyog'i yo'q, sen uni orqasidan borib topolmaysan, yetib bora olmaysan derdilar. Mana shu narsalarga biz amal qilganmiz hayotimizda. Endi janjal qiladi deganda savol tug'iladi. Qachon janjal qiladi, qaysi paytda janjal qiladi? Albatta bu oilada bu jarayonlar o'rganiladi. Biz chunki bitta izoh bilan biz butun oilani kartinasini ko'ra olmaymiz va bitta odamni bergan e'tirozi bilan biz oila haqida xulosa ham chiqara olmaymiz. Aynan yo'nalishim oila mutaxassisi bo'lganligim uchun men hammasini atroflicha o'rganaman. Chunki bizni xatoyimiz, bizni qilayotgan noto'g'ri ishlarimiz o'zimizga ko'rinmaydi, o'zimiz bilmaymiz. Shu keyinchalik tushuntirib bersam, kelinlar shu joyda xato qilgansalar desangiz, ha, to'g'ri. Misol uchun qaynonamga teskari qarab ketdim yoki qaynonamga salom bermadim-da, erimga salom berdim. Qaynonamni mensimadim degan gaplar keyinchalik chiqadi-da. Behudaga bu gaplar chiqmaydi aslida oilada. Endi masalani boshqa tarafdan ko'ramiz. Dono qaynonalar mana shunday paytda aytadiki, men shuncha yil o'g'limga xizmat qildim, mana o'g'limni o'zini jufti bor, endi bemalol o'sha maza qilib yashasay, men ham o'zimni hayotimda bir maqsadlarimni qo'yib, hayotimni bir rejalashtirib, dugonalarim bilan gap-gashtagga, qarindosh urug'larga va o'zimni o'sha kelgusi hayotimni reja qilishim kerak deb oldiga bir maqsad qo'yishlari kerak edi, lekin ko'p holatlarda unaqa bo'lmaydi. Ya'ni qaynona o'zini boshidagi koronasini yechkisi kelmaydi, o'tirib olgan kreslosidan tushkisi kelmaydi. Endi uyga kelgan kelin ham hech bo'lmasa o'zini o'rnini topish uchun harakat qiladi. Mana shunday holatlarda qaynonalar ozgina bag'ri kengroq bo'lishsa, nur ustiga alo nur. Ustoz, turmush o'rtog'im bilan alohida chiqmoqchimiz. Lekin qaynonam o'g'lini umuman chiqarmoqchimiz. Urushsiz qanaqa hal qilsak bo'ladi? Agar qaynonani boshqa o'g'li bo'lmasa, biz qaynonani yolg'iz tashlab keta olmaymiz. Keyin men bitta narsani o'ylayman, nima uchun qaynonalarni tashlab darrov bo'lak bo'lib ketish haqida o'ylashadi bugungi yoshlarimiz. Ertaga misol umr tez o'tib ketadi, hammamiz qariymiz. Baribir o'sha farzandlarimizga muhtoj bo'lamiz-da. Demak, bu bumerang qonunini hech kim hali atmen qilmagan, ya'ni inkor qilmagan. Bumerang qonuni har doim ishlaydi. Ya'ni bir narsani qilishdan oldin o'ylab qo'yish kerakki, ertaga meni hayotimda shu narsa bo'lsa nima bo'ladi. Keyin ko'pchilik yoshlarimiz hissiyot bilan o'ylaydi-da, darrov shoshib qoladi. Shu bugun erga tegsa-yu, erni o'ziniki qilib olsa-yu, olib chiqib ketsa-yu, alohida yashasa-yu, er topib kelsa, bu maza qilib yashasa. Yo'q qizlar. Bu unaqa emas. Hayot qaynonani biz oilani sistemasidan kerak emas odam deb chiqarib yubora olmaymiz, chunki o'sha oilani eng katta bo'g'inlardan bittasi qaynona qaynota bo'ladi. To'g'ri tushuninglar. Men har doim kelinlarni yonini olib gapiraman-da, lekin vaziyatni bosish uchun gapiraman ko'p holatlarda, lekin aslida esa oila ilmida qaynonani o'ziga xos bo'lgan o'rni juda katta. Shu oilani oila qilguncha, shu o'g'ilni shu darajagacha olib chiqquncha, shu o'g'ilni shu tayyor resurs holatida sizni hayotingizga kirib kelishigacha olib kelguncha qaynonani juda katta hissasi bor. Juda katta xizmati, juda katta mehnati bor. Biz hech bo'lmasa shu mehnatni qadrlashni o'rganishimiz kerak. Qaynona qaynotamga qilayotgan hech bir ishim yoqmayapti. Doimiy bosimdan charchadim. Nima qilay?
Bu yerda bitta narsa bor. Haqiqatdan ham bu gaplar ba'zilari haqiqat. Nimaga? Yoshi katta odamlar yosh o'tgandan keyin bu ayollarda klimaks davri, erkaklarda ham o'ziga xos bo'lgan qarish prosesslari boshlanganda ular o'ta injiq, o'ta talabchan bo'lib qoladida. Biz yoshlarga aytamizki, o'sha yosh davrlaridagi aynan gerontopsixologiyani yaxshilab o'rganib olinglar. Ya'ni qarilik davri psixologiyasi. Ular qanaqa o'zgaradi, nima yoqadi, nima gap yoqmaydi, qaysi ishingiz yoqadi, qaysi ishingiz yoqmaydi. Aynan o'sha ishni agar ularga yoqmayotgan bo'lsa, yoqadigan variantini o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz o'sha xonadonga borgunimizgacha u xonadonni qadriyatlari, tartib intizomi ishlab chiqarilgan bo'lgan. Biz unga hech narsa o'zgartirish kirita olmaymiz. Rus tilida shunaqa bir gap bor. Чужой monastir со своим уставом не ходят deydi. Ya'ni biz yangi xonadonga o'zimizni nizomlarimiz bilan, tartiblarimiz bilan kirib bora olmaymiz, borsak ham qabul qilishmaydi uni. Chunki u yerda o'zini sistemasi bor. Oilani o'zi bitta katta sistema. Va biz birinchi navbatda ularning shu oilasidagi qadriyatlarini, tartib intizomini, nizomini ko'rib chiqishimiz kerak va aynan o'sha xonadonga moslashishga harakat qilib ko'rishimiz kerak. Va sekin moslasha olsak, ularning talablarini ham to'g'ri qabul qilishni boshlaymiz. Va bugungi ayrim yoshlarimiz sabrsiz juda ham. Shu bugun borsada ertaga baxtli bo'lsa, bugun borsada ertaga uni eri sevib har kuni gul ko'tarib kelsa. Yo'q, hurmatli qiz poshshalar, unaqa emas. Hayot siz o'ylaganchalik o'sha fantaziyangiz darajasida emas. Hayotda ancha narsalarga ko'z yumish kerak, ancha narsalarga sabr qilish kerak, ancha narsalarga og'ir vazmin bo'lishga bir o'rganishimiz kerak. Shundagina oilangiz haqiqiy oila, hayotingiz haqiqiy hayot bo'ladi. Ustoz, bir masalada yordaming kerak edi. Qaynonam erimga xotining bilan yashasang rozi emasman deyaptilar. 3 ta farzandimiz bor. Oilamiz saqlab qolish uchun nima qilsam bo'ladi? Birinchi navbatda bunday holatlarda nima sababdan qaynona aynan sizga bunday e'tiroz qilyapti, qayerlarda biz xato qildik, shuni o'rganib chiqishimiz kerak. Chunki behudaga bunaqa gaplar gapirilmaydi-da qaynona tomonidan ham. Biz har doim kelinlarni yonini olamiz, qaynona yomon, qaynona unaqa deymiz-ku, lekin ba'zi holatlarda xato bizdan ham, biz kelinlardan ham o'tganligini bilmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda avvalambor ozgina o'ylab ko'rish kerak. Men qayerda xato qildim? Men nimani noto'g'ri qildim? Va qaynona bilan sog'lom muloqot qilishga harakat qilib ko'rish kerak. Ta'sir vositalari bo'ladi. Opalari, singillari, o'sha bironta bir o'sha xonadonda aqlli, dono qizlar bo'ladi. Mana shular bilan maslahatlashgan holda albatta qaynona bilan gaplashib ko'rish kerak va mana shu jarayonni chiroyli munosabat bilan nima deydi, yechim topish kerak. Nimaga? 3 ta bola bilan ajrashib ketish bu yechim emas, chunki bolalarga ota ham, ona ham birdek kerak. Bu yerda vaziyatni xolis o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim. Turmush o'rtog'im boshqa ayollar bilan xiyonat qilyapti. Shu vaziyatda birinchi navbatda nima qilishim kerak? Juda og'riqli savol. Eri boshqa ayol bilan xiyonat qilayotgan bo'lsa, men boshqa bir chala psixologlarga o'xshab siz ham xuddi shu ishni qiling demayman. Bu eng katta xato, bu zino, bu uchun javobgarlik bor, bu uchun juda ham katta bir xatolar qilganligimiz, keyin orqasidan aybdorlik hislari paydo bo'ladi. Shuning uchun men bu yo'lni hech qachon tavsiya qilmayman. Bu mumkin emas. Birinchi navbatda o'zingizni qo'lga oling deyman. Va erkak xiyonat qildi, bu xiyonati uchun o'zi javob beradi. Birinchi masalamiz mana shunday paytda sog'lig'imizni ehtiyot qilishga o'rganish. Mana amaliyotimda juda ko'p bo'lgan. Erlari xiyonat qilgandan keyin juda qattiq siqilib, depressiyaga tushib, psixiatriya больницаlarida yotib chiqqan mijoz ayollarimiz juda ham ko'p. Va bitta narsa bor. Ayol kishi hissiyotli. Erkak kishini u begona ayolni sevgisi, hissiyoti bir lahzalik. U bordi, ishini bitirdi, yana 1-2 marta ishini bitirdi-da, shu bilan yana qaytib hech narsa bo'lmagandek oilangizga qaytib kirib keladi. Mana shu yerda imkon darajasida qalbni dars ketkazmaslik uchun o'zimizni ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Baribir ajrashmaysiz shu erkak bilan, baribir yashaysiz. Chunki farzandlarimni otasi deymiz, el yurt nima deydi deymiz, men ertaga qanday bolalarimni boqaman deymizda, yashab ketaveramiz. Mana shunday paytda chegaralarni ayol kishi ham ehtiyot qilishni o'rganish kerak. Janjal, to'polon, baqir-chaqir, sudgacha borishadi, yig'laydi.
iztirob chekadi, janjal qiladi, to'polon qiladi. Dono ayollar esa o'zini ustida ishlaydi. O'zini rivojlantiradi. O'zini kamchiligini to'g'rilaydi. O'zi o'sishga harakat qiladi, shaxsiy rivojlanishga harakat qiladi. O'ziga qiziqarli mashg'ulotlar topadi. Va o'zini o'zi olib chiqqandan keyin qarasaki, ayol go'zal, qarasaki iztirob chekib yig'lab boshini bog'lab yotmayapti, qarasaki janjal qilmayapti. Erkak xavotirga tushadi yondagi juftini yo'qotib qo'yishdan. Endi xiyonatning sabablari juda ham ko'pda. Aynan bu bitta dona sababi hozir ko'rib berayotganimiz, vaholanki uni juda ham faktorlari ko'p. Ustoz, xiyonatni kechirib yashagan yaxshimi? Yana takrorlanmasligi uchun nima qilsam bo'ladi? Bu erkaklarning xiyonatini bilmayman, bizni erkaklarimizni miyasiga nima bo'layapti? Umuman olganda ba'zi xulqi buzuq ayollarimizni ko'pligi ham mana shunday bir normal oilasi bor bo'lgan erkakni ham yo'ldan chiqarib yuboryapti. Men uni inkor qila olmayman, xulqi buzuq ayollarimiz bor va bu yerda bitta narsa bor. Xiyonatni kechirish ayolni o'zini irodasiga bog'liqda, kechirib yana davom etib yashab ketishi mumkinligi. Lekin unutilmasligi aniq, bu travma sifatida qoladi. Baribir ongi ostida qachon eslagingiz kelsa, o'sha og'riq qanday birinchi marta qanday og'riq bergan bo'lsa, sizga keyingi safar yana xuddi shu og'riqni beradi. Lekin shunday holat bo'lmasligi uchun men aytamanki, ayollarga yana o'sha fikrimni aytaman, o'zingizni sevishni boshlang. Qachonki ayol o'ziga nisbatan munosabatlari yomon bo'lgan, o'ziga nisbatan bahosi pasaygan, o'zini qadr qimmatini pastga urib hamma uchun qulay ayol bo'lganda, erkak unga bemalol xiyonat qila oladi. Lekin ayollar o'ziga oro berib, o'zini menligini yaxshi topib, o'zini hurmatini joyiga qo'yib, shaxsiy chegaralarini mustahkamlab qo'ygan bo'lsa, uni er qo'rqadi xiyonat qilishga. Chunki biladi, ayoli kuchli, ertaga misol uchun hayotidan chiqib ketsa ham o'zini o'zi eplab ketadi. Shuning uchun ayollar aytamizki, bunday holatlarda imkon darajasida tushkunlikka tushmaslikka, bu siz hayotingizdagi oxirgi fojia emasligiga, oxirgi fojia va oxirgi kulfat emasligini tushunishga harakat qiling. Erkak bir marta xiyonat qildi, u ma'lum davrda baribir qiladi u xiyonatini. Ba'zi holatlarda aytamizki, ayollarga e'tibor bermang deymiz. O'zingiz hayotingiz bilan, o'zingizni rejalaringiz bilan ko'proq mashg'ul bo'ling. Yashamaslik bu sizni tanlovingiz. Psixologlar hech qachon ajrash demaydi. Hech qachon ajrashib keting degan gapni masalan men gapirmayman. Ming xiyonat qilgan bo'lsa ham, qanchasi o'sha xiyonat bosqichini yashab o'tadi va mana shu bosqich ayolni o'ziga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. O'ziga bo'lgan qarashlarini o'zgartiradi, pozitsiyasini o'zgartiradi va eriga bo'lgan munosabatini ham o'zgartiradi. Chunki ayollar o'zini unutib qo'yadi. Erini oldida faqat u eri dominant, unga hissiy qaram, shaxsiy qaram, muhabbatda qaram va qanchalar unga jonini fido qilganligi sari ayolni o'ziga bo'lgan munosabati pasayib boraveradi. Mana shu yerda balansni to'g'ri ushlashni o'rganish kerak ayol kishi. Er qanday uyga va qanday ayolning yoniga har kuni oshiqib keladi? Juda ham ajoyib savol. Ayol kishini oldiga, ayolini oldiga qanday qilib tez keladi erkak kishi deyapmiz. Muomalasi shirin va erini doim tinglab kelgan. Haligi biz ayollar gapiramizda, faqat gapiraveramiz, gapirgimiz kelaveradi, hissiyotlarimizni ko'rsatgimiz kelaveradi, o'sha ichimizda hamma narsani aytib sochgimiz kelaveradida. Erkaklar uni eshitgan ayolni yaxshi ko'radi. Uni maqtagan ayolni yaxshi ko'radi. U bilan faxrlangan ayolni oldiga keladi, u bilan g'ururlangan ayolni oldiga chopib keladi va shirin taom pishira oladigan ayolni erkak kishi oldiga chopib keladi. Va yana bitta shunaqangi bir nozik joylari borda. Ba'zi bizni ayollarimiz o'zini hissiyotini, sevgisini, tuyg'usini, o'sha erini qanchalar yaxshi ko'rishini, qanchalar unga kerakli ekanligini hayotda aytmaydi, ayta olmaydi. Hansa uyalaman, nima deb aytaman, gapira olmayman, bunda kulib qarashga ham uyalaman deydi-da. Aslida erkak kishi mana shu e'tiborni xohlaydi. Ya'ni ayoli unga kulib qarashini, ko'zlari yonib qarashini, uni ko'rganda xursand bo'lib ketishini, hattoki bizda flirt texnikasi ham yo'qda. Bizga bu narsani hech kim o'rgatmagan ham. Texnika flirtani o'zi bitta katta san'at, ayollik san'atini o'zi. Hattoki erga qanday qarash kerak, qaysi tomonda o'tirish kerak, qachon gapirish kerak, qachon tabassum qilish kerak,
qachon bundoq ko'zlari yonib qo'yishi kerakligini bu flirt texnikasida ayollarga o'rgatsa bo'ladi. Mana shu narsani o'rgangan ayollar haqiqiy ayollik san'atida, haqiqiy ayollik man makr degan so'zni yomon ko'raman juda, chunki makr bu baribir shaytondan, ayollik aqlini, ayollik donoligini ko'rsatib bera oladi shular. Er-xotin bir-birimizni umuman tushunmay qoldik. Har bir gapimiz janjal bilan tugayapti. Muloqotni qanday to'g'rilay? Muloqotni to'g'rilash uchun bitta tomon gapirib tugatguncha sabr qilib eshitishni o'rganishimiz kerak. Biz ikkita odam baravar gapiramizda. Ikkita odam baravar gapirgandan keyin kim eshitadi? Albatta ovoz ko'tariladi, ton baland bo'ladi, e'tirozlar boshlanadi. Hali miyamizni ichida yopiq turgan papkalarimizdan ochilib varaqlar sochilishni boshlaydi. Esingdami, san bundoq degdi, undoq degdi, qarindoshingni gapirdi, palonni gapirdi, mana bunaqa bo'ldi degan varaqlar sochilishni boshlaydi. Muloqot aynan o'sha joyda shular kerak bo'lmaydi aslida. Va mana shunday holatlarda kim aqlli dono bo'lsa u eshitadi. Mayli gapini gapirib olsin. Sizni e'tiroz qiladimi, qattiq gapiradimi, xafami sizdan, dili og'riyaptimi sizdan yoki qaysidir bir ishingiz yoqmayaptimi, og'zingizga tosh savolingda indamay eshitib bo'ling. Ana undan keyin gapirish mavridi sizniki. Keyin yana bitta narsani aytaman, er-xotin agar gaplashgisi kelsa, ma'lum bir vaqtda tanlash kerakda. Mana ertaga masalan sen bilan 2 soat gaplashamiz. Faqat bir-birini ogohlantirish kerak. Bosimlarsiz, baqir-chaqirlarsiz, bir-birimizga e'tiroz qilmasdan gaplashish madaniyatida gaplashamiz desa, ikkalasi ham shu narsaga tayyor boradi. Yo'q, biz erkak ishdan charchab kelganda gapirgimiz keladi. Ayolga hech narsa yoqmay o'lib charchagan paytda nimadir muhokama qilgimiz keladi. Muloqotni ham o'zini tashkil etish qoidalari bor. Muloqotda ham gaplashish tartib intizomi bor. Qanday gaplashish kerak? Ko'p holatlarda bizni er-xotinlarimiz bir-biriga e'tiroz bilan gaplashadi. Mana ham oldimga keladida, qabulda o'tirgandan keyin aytadiki, mana deydi, mana erim mana bunaqangi deb boshlaydi. Er o'tiradi o'zini himoya qilish uchun, qarasam janjal ko'tariladi. Men aytaman, to'xtanglar. Shu joyda to'xtaymizda, qani bir-biringlarni eng yaxshi tarafinglarni aytishni boshlaylar deyman. Mana oila qurdinglar. Oila qurish tarixinglar qanaqa bo'lgan? Birinchi muhabbatinglarni, birinchi uchrashuvinglarni eslay olasizlarmi? Ha, eslaymiz. Nima kiyib kelgan edi bu deyman. Bunaqa kiyim kiyib kelgan edi. Bu nima qanaqa keluvdi? Men bunaqa keluvdi. Bu qanaqa qaragan desa, yerga qarab uyalib turgan edi. Hozir mana shu jaholat holatiga qanday kelib qoldi bo'lmasam deyman. Kim sababchi mana shunaqa nervli xotinga, tomi ketib qoladigan xotinga aylanishiga kim sababchi deymanda? Jim bo'lishadi. Bunday qaraydi-da, to'g'ri o'zimiz sababchimiz. Demak, o'zingizlar o'sha muammolarni ustida ishlaysizlar deyman. Menga faqat oilani gaplashasizlar deyman. Oilani yutug'ini gaplashasizlarmi? Oilada nima haqida gaplashasizlar desam, bolalarga u kerak, bu kerak, bu kerak, oiladagi muammo, gaz, svetdan boshqa muammolar, qarindoshlarning muammolari. Qarasho, oila faqat muammodan iboratmi deyman? Nima oilangizlarning yutug'lari yo'qmi deyman? Oilada qilingan yaxshi ishlar, ko'rsatsiz bo'ladigan zo'r natijalar, bolalaringlarni o'qishidagi, hayotidagi zo'r natijalar gaplashilmaydi desak, bir-biriga qaraydi. Rostdan qachon shu mavzuda gaplashdinglar? Qachon bolalaringlarni yutug'ini, hayotinglardagi eng yaxshi voqealarni, baxtli kunlarni qachon gaplashdinglar desangiz, umuman gaplashmas ekanmiz. Biz faqat muammoni gaplashar ekanmiz. Muammoni ham yotoqxonaga kirganda gaplashadi. Voy insonlar, hurmatli er-xotinlar, yotoqxona muammolarni muhokama qiladigan joy emas. Yotoqxona u sevgi, muhabbat, hissiyotlar, tuyg'ular, bir-biriga bo'lgan munosabatlarni chiroyli yetkazish joyi. Yotoqxonada muhokama qilmaylik hech qachon muammoni. Oshxonaga boringlar, bitta choyni qo'yinglar, o'tirib bir-biringlarni o'zinglarni sovutib olib, sekin shu muammolarni bitta-bitta hal qilinglar. Albatta ayollar ham isterika qiladi, janjal, to'polon qilib o'zini fikrini yetkazadi, chunki muloqot madaniyatimiz yo'q, hissiyotimiz baland, hissiy intellektimiz past. Erkak ham uni ko'tarmaydi deb birpasda yonib turib, choynak bu yoqqa uchadi, piyola bu yoqqa uchadi. Va muammo boshqa joyda qolib ketadi, masala nizoga aylanadi va bu hal bo'lmaydi. Oilada muammolarni hal qilishni, konfliktni hal qilishni o'zini strategiyasi bor. Vertikal, gorizontal konfliktlar borda. Bularni bunday ichiga kirib o'rganish kerak. Buni hammasi oila ilmida o'rganiladi. Qani muammo bo'ldi. Qancha, misol uchun, oila ajrim, konflikt ko'tarildi deyman. Bir janjal bo'ldi, ko'tarilsa,
3 oysiz joyiga tushmaydi bu narsa. 6 oyda keyin unutiladi. Qarang, qanchalar bitta nizo butun hamma yoqni buzib yuborgan bo'ladi. Unga qarindoshlar aralashadi, bu tomon aralashadi, ayol hamma dugonalarga aytib chiqadi, er boradi choyxonada o'rtoqlariga aytib chiqadi, ishxonada qovog'i osilgan. Bitta dona konflikt butun resursimizni musorga tashlashimizga olib keladi. Vaholanki o'sha konfliktni qilmasdan to'g'ri yechim topib, resursimizni foydali ishlarga sarflasak, biz qancha zo'r natijalar olamiz. Ustoz, erim uzoqda, Rossiyada. Oramizdagi masofa munosabatni o'ldirmasligi uchun yoki erim xiyonat qilib qo'ymasliklari uchun nima qilishim kerak? Migratsiya masalasi eng og'riqli masala men uchun ham. Chunki bu yerda endi o'sha iqtisodiy muammolar, maishiy muammolar borda, lekin ayollarimiz sabrli. O'sha erlar Rossiyada yuradi, chet elda yuradi, boshqada yuradi. Sabrli ayollarimizga tasannolarim. Ha, bunda faqat biz telefon orqali doimiy muloqot qilib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak bo'ladi. Imkoniyat bo'lsa, ayol borishi kerak. Imkoniyat topilsa, er bir bo'lsa ham kelib ketish kerak. Juda 1 yillik masofa juda uzoqda, chunki bir mijoz bilan ishladim. Eri 1 oyda 1 marta, 1 yilda 1 marta keladi, 1 oy keladi. Shu bilan yana 11 oy yo'q bo'lib ketadi Rossiyada. Pul jo'natadi. Ayol bu yerda uyni sarishta qilgan, uy qurgan, hali uni qilyapti, hali buni qilyapti. O'sha 3 marta keladigan bo'lsa, 3 ta farzand tug'ilyapti. Mana shunaqangi holatlarda va bu yerda albatta er xotinni bir-biridagi tarbiyasi, axloq darajasi, oilasini qanchalar qadrli olishi va bir-birini qanchalar yaxshi ko'rishi, muhabbati, bir-biriga yetkazadigan sevgisi, sevgi so'zlari bu juda katta ahamiyatga ega. Chunki biz so'z bilan bir-birimizga ta'sir qilamiz. Mehrimizni so'zimiz orqali, hissiyotlarimiz orqali, tuyg'ularimiz orqali yetkazamiz juftimizga. Mana shuni doimiy aytib turish kerak. Chunki muloqot qilganda faqat e'tirozdan boshlash kerak. Qachon pul jo'natasan deydigan bo'lsa, erkak ham bezillab qoladi. U misol uchun chetda yuribdi degani bu pulni supurib olib qopga solib jo'natyapti degani yo'q. Biz juda ko'p internetlarda ko'ramiz, juda og'ir mehnatlarni o'tkazishadi. Juda qiyinchiliklarda erkaklar yil 12 oy sog'lig'iga, salomatligiga qaramasdan mehnat qiladi. Hatto yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Koreyada ishlaydigan erkak necha yildan buyon Koreyada ishlar ekan va Koreyaning kompaniyasi surpriz qilib uni oilasini olib borgan, pogruzchik ekan erkak va mashinasida o'sha yuk ortish kerak bo'lgan mashinada oilasini olib kiryapti-da, yukni endi ortaman deb shundoq ochsa oilasi turibdi-da. Haligi erkakni yig'laganiga, haligi oilani yig'laganiga qo'shilib yig'ladik-da va men solishtirdim. Ayol chiroyli, o'ziga qaragan, qarib ketmaganda, lekin erkak sog'lig'ini mutlaqo yo'qotganligini his qildim. O'sha uyim, joyim, bolalarim o'qitaman, boshqa qilaman deb. Va mana shu migratsiyada yurgan erlar pul jo'natayotgan ayollarga aytamanki, ha deb o'sha faqat to'r devorni bezatavermasdan, salgina eringlarni sog'lig'iga ham qaranglar degim keladi. 3 ta bolam bor. Uydagi maishiy janjallardan to'yib qochib ketgim kelyapti. Bu holatdan qanday chiqsam bo'ladi? Erimdan bezib deganda endi masalani bu bir tomonni ko'ryapmiz-da, men erimdan bezib. Balkim erini bezdirib ham yuborgan bo'lishimiz mumkin-da, erkakni bezdirib ham yuborgan bo'lishimiz mumkin. Bitta masala bor bu yerda. Endi har bitta ayol o'sha o'zini oilasiga qaytib, turmush o'rtog'i bilan til topishga harakat qilish kerak. Aslida boshida qarangda, sevgi muhabbat bilan boshlanadi yoki bir-birini yoqtiradi. Mayli, sovchilar orqali bilan uchrashganda ham bir-birini mundoq ko'rganda simpatiya paydo bo'ladi, deb chiroyli erkak ekan yoki chiroyli qiz ekan deydi-da. Lekin mana shu sistemani saqlab qolish qiyin-da. Vaqt o'tgandan keyin bir-biridan faqat e'tirozlar, kutuvlar, haligi ehtiyojlarimiz borda, bir dunyo tugamaydigan ehtiyojlarni yopish uchun bir-birimizdan talab qilamiz-da va erkakni ham joniga tegamiz. Ba'zi holatlarda erkaklarni ham joniga ayollar tegib ketyapti. Mani Instagram direktimga juda ko'p erkaklar yozadi, jonimga tegib ketdi bu ayol. Shu darajada charchadimki deydi. Nima qilyapsizlar ayollar deyman. Nima qilyapsizlar? Agar yashamasang qo'yib yubor. Agar o'zing dalish tortib ketishga ko'zing yetsa ket. Lekin sababsiz ketma. Agar uni ham sabablari bor. Masalan, psixolog
ajrimga qarshi deganda man qaror qabul qilish har doim o'sha insonni o'ziga qoldiraman. U uchun man qaror qabul qilmayman hech qachon. Va aytamanki, plyus minuslarni ko'rib chiq. SWOT tahlil deymiz biz. SWOT analiz qilganda o'sha oilaning plyuslari, minuslari, imkoniyat va xatarlarini ko'rganimizda oila bundoq kartinaga keladida, ha, qolish kerakmi yoki ketish kerakmisi aniq bo'ladi. Endi ota uyiga sig'masligi qizlarni aniq, chunki u yerda akalar bor, kelinlar bor, kelinoyilar bor va ularni o'zini plani, o'zini rejasi bor. Ularni rejasidan siz tashqariga chiqib bo'lgansiz allaqachonlarda. Shuning uchun ketishdan oldin yechim topish yo'llarini qidirishimiz kerak. Qaysi yo'lni topsak, biz ularnikida qolib ketmaymiz. Sizga hech kim uy-joy qilib bermaydi. Hattoki men bir intervyumda shunaqa narsani gapirdim. Hech bo'lmasa otalar yoki akalar o'sha uzatilayotgan qizlarni o'sha mabodo biron bir holat vaziyat bo'lganda ham o'sha uydan 2 xona uy ajratib qo'ysin degan masalani ham qo'ygan joylarim bo'lgan. Mana shu holatlar o'sha qizlarimizni, ayollarimizni erta o'lib ketishini oldini olayotgan bo'lishi mumkin. Chunki juda ko'p nimalarni ko'ramiz, oxiri jinoyat bilan tugaydi-da. Shunaqa holatlar bo'lishini xohlamaymiz. Lekin baribir men o'sha o'zimni pozitsiyamda turaman. Oila ilmi, oila psixologiyasi, er-xotin munosabatlari bo'yicha ilm olishingiz shart. Undan keyin siz o'sha keyingi etapda qaysi tomonga qarab borishingizni bilasiz. 24 yillik oilani tahlil qildim. 24 yil yashagan, endi bu yoqqa qaysi tomonga qarab ketishni bilmasdan to'xtagan shu joyda. Qaysi tomonga qarab borsak, biz rivojlanamiz. Chunki eshigimizdan kelin keladigan davr, ba'zi bolalarimiz hali hayotga moslasha olmayapti, er-xotin urushib qolyapmiz, erim topgan pulini bilmayman qayerlarga sarflayapti. Meni kasbim bor, lekin uni monetizatsiya qilmaganman, ya'ni biznesga yo'naltira olmadim degan bir fikrlar bilan keluvdi. O'sha albatta o'sha mijozim bilan ishlab, uni men chiroyli biznesga, pul topishga yo'naltirib jo'natdim. Endi xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi u. Chunki bir marta kelib ketib, qaytib kelmasa bilamanki zo'r bo'lgan bo'ladi va ular ma'lum bir vaqtdan keyin yutuqlari bilan kelishadi. Hozir ajrashish yoqasidamiz. Munosabatni saqlab qolish uchun eng so'nggi imkoniyat sifatida nima tavsiya berasiz? Xo'p. Nima uchun ajrimga kelganligini, sabablarini, yo'l qo'yilgan xatolarni bir analiz qilish kerak-da. Nimaga? Chunki ajrim yoqasidan qaytgan oilalarni juda ko'pini o'zim ishlaganman. Ajrim bo'ldi sud zalida ular. Sudya aytadiki, "Men seni ajratmayman, bor psixologga borib ishlab kel. Kimga borsang bor" deydi. "Sizlar ajrashadigan oila emassizlar" deydi. "Sizlar har bittang o'zing ustingda ishla" deydi. Kim o'zini ustida ishlaydi? Albatta sud zalidan chiqqandan keyin yigit chopib kelmaydi, hech qachon bo'lmagan. Bo'lsa ham juda kam amaliyotimizda ayollar keladi asosan. Nimaga? To'xta, farzandimmi otasi? Oilam, uyim, joyim, hamma narsam bor edi deydi. Nima bo'ldi? Kelisha olmay qoldik. Nimaga kelisha olmadik? Men bunda asabiylashdim, qattiq gapirdim, baqirdim, talab qildim. Erkaklarda ham stress bor. Ular ham mana bu katta asrni katta talablariga moslasha olmay qiynalyapti. Ayollarimizda ham stress bor. Bu yerda nima qilish kerak? Bir-birini tushunishga harakat qilish kerak. Ha, sizni juftingiz, sizni oilangiz, siz unga qo'ng'iroq qilib, adasi uydan tashqarida hech kimsiz o'tirib ikkalamiz gaplashib olaylik degan bir taklifni berishingiz normal. Lekin bizda ko'pincha kutadi. Haydadimi kelsin o'zi deydi. Erkak kishi sog'inganini, ichidan qiynalayotganligini, oilasini yaxshi ko'rishini ayta olmaydi. Meni qabulimga kelib ham erkaklar yig'lab ketadi. Lekin shu yig'lar ekansan, xotiningga yig'laginsam qanday deydi? Ha, yig'lab ber xotiningga, menga yig'layapsan-ku desam, siz mutaxassis, siz tushunasiz deydi. Ayoling ham tushunishi uchun unga shunaqa chiroyli tushuntirib ber, u tushunadi deydi. Yaxshi ko'rasanmi? Ha, yaxshi ko'raman deydi. Bor yaxshi ko'rsang. Nima deb boraman deydi. Mana shunaqangi bir tupik nimalar borda. Chunki ayol ketganidan keyin u erkakni o'rgatuvchisi ko'payadi-da. Qo'yaver o'g'lim, men senga onasi o'pmagan qiz bolasini olib beraman deydi. Voy, qo'yinglar shunaqa gapni. Qo'yinglar shunaqa gapni. Yomoni ketib yaxshisi kelmayapti, ko'ryapmiz. 4 martalar, 5 martalab uylanyapti yigitlar. Lekin o'sha kelin shu xonadoningizga tushgungacha qancha qiyinchiliklarni, qancha zahmatlarni o'tkazgan, u o'zi biladi. U tashqariga chiqib hech narsani doston qilmagan. Lekin mana shunaqangi haligi nima deydi, iboramiz borda, haligi yigitni qo'ltig'iga supurkaymiz. Sen zo'rsan, sen chiroylisan, xotining ketib qoldi, xotining yomon. Yomonlamaylar, bilasizlar-ku yaxshiligini shu kelinni.
ishingizni qilgan, idish tovog'ingizni yuvgan, kiringizni yuvgan, ovqatingizni pishirgan, uyini sarishta qilib o'tirgan, hech bo'lmasa rakursni bundoq almashtirib, yaxshi tomonlarini ham ko'ringlar, inson sifatida yaxshi inson bo'lib chiqadi. Va o'sha suddan to'g'ri ayollar keladi, gaplashamiz, ayol o'zgarishni boshlaydi, qarashlari o'zgaradi, xatolarini ustida ishlaydi, qayerdadir bo'shliqlar qolib ketgan, o'shalarni to'ldirishga harakat qiladi. Ayol o'zgarishni boshlagandan keyin uni baribir turmush o'rtog'i yaxshi ko'radi-da, kuzatayotgan bo'ladi. Qarasa ayol o'zgaryapti. Nima bo'ldi senga? Men psixologga bordim, xatolarim ustida ishladim. Istasangiz siz ham boring, u ham keladi. Qarang. Yoki u mana bunaqa holatlar ham bo'ladi-da. Xotinni Instagramdan yotib olib kuzatadi. Xotini qaysi psixologga kuzatyapti. Topib kelganini qarang. Bu oila shunaqangi kerakli jarayonda, juda kerak hammaga. Chunki oilada inson maza qiladi-da. O'sha uyingizga kelganingizda xotirjamsiz, tinchsiz, halovatingiz bor-da. Ko'chada, ishda halovat yo'q. Biznesda ham halovat yo'q. Keyin sizni ayolingiz aytdimi kelishingiz ham yo'q deydi. Qarasam, sizni podpисчигingiz ekan, sizni kuzatar ekan, bitta intervyungizga like bosibdi. Ha, demak, mana shu opaga boryapti ekan xotinim deb, men o'zim topib keldim deydi. Ana endi meni ham ustimda ishlaysiz deydi. Bu zo'r-da, bilasizmi? Eng muhimi ajrashib ketmaslik. Lekin yechimgacha olib kelaman. Juda ham ko'p oilalar yarashadi, oldingizda turib, "Qani turing kelingam" deyman. Bir-biringdan kechirim so'ra deyman. Erkak kishi kechirim so'rang deyman. "Manmi?" deydi. "Men emasman, u oila boshi kim?" deyman. "Aqlli dono oila boshi xatoni qildinglarmi? Kechirim so'rang ayolingizdan" deyman. Ayoldan kechirim so'rang, ayoli yig'laydi. "Yaxshi ko'rasizmi ayolingizni?" "Ha, yaxshi ko'rasanmi ering?" "Ha, balo bormi urushib" deyman-da. Ba'zan jahlim chiqsa, men yoshim katta-da, hali yoshlar keladi, 35-40 larda deb tur, "Yo'qoling kelingam ko'zimga ko'rinmalaring, yarashdingmi? Ha, peshanasidan o'pib qo'y. Bitta quchoqlab bag'ringga bosib qo'y, bir-biringizni siz shunaqa maza qilasiz-da, u oxirgi momentda, ключевой momentlar. Endi gap bundoq deyman, bolalar. Chiqasan, xotiningga bitta gul olib berasan, antga chiqib bitta kofe ichasan, to'g'ri uyingga olib ketasan xotining deb. Bo'ldi, shunaqa qilib yarashib ketishadi. Ularga turtki kerak-da, ularni fikrini buzadigan, "Xotining unaqa-de, bolam, xotining bunaqa-de, xotining mana bunaqa." Hamma yomonligini xotin ketgandan keyin sochmaslik kerak. Aqlli dono qaynanalar sal bir fahm farosatinglarni ishlatinglar-da. Uni o'zi nima qilishni bilmayotgan odamni biz battar qilamiz. Anta 3 ta bola, 4 ta bola. Shunaqa qilmanglar. Kelinni yomonlab yurmanglar orqasidan. Xotinini yomonlamanglar, o'g'linglarning xotinini. "Qo'y bolam, yomon ish qilding, lekin senda ham bor" deb bolangizni ayamang, bolangizni kamchiligini ko'rsatib bering. Aqlli dono qaynonalar shunaqa qiladi. "O'g'lim, senda ham bor-da, vaqtida kelmading uyga. Vaqtida qaramading, ayolingni ko'yniga qaramading, yordam bermading, qiynaldi bolalar bilan, asabi tugadi, magniysi yetmadi, kalsiy kamayib ketdi, D3 yo'q, ayolingning nervni sistemasi izdan chiqib ketdi, chala qolganiga men unga bosim beraman, yaxshi ovqat qilmading, kirimni yuvmading, opalaringga qaramading, qaynigachilaringga qaramading deb men bosim beraman. Senga u gapirmaydi meni bosim berganimni, chunki sen uni ko'rmaysan" deb rostini aytinglar. Yomonlamanglar. Ko'p holatlarda yomonlab qo'yasizlar. Bo'ldi, ketgan kelin yomon. Lekin kelsa, ikkinchi yuzinglar bilan chiroyli kutib olasizlar. Unaqa bo'lmanglar. Bitta pozitsiyada turinglar va aqlli dono ayol pozitsiyasini ushlanglar har doim. Agar siz shu darsimizni shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, demak oilangiz uchun befarq emassiz. Shu yerda sizga bir taklifimiz bor. Biz Dargoh oila maktabi bilan birgalikda bir kunlik sevimli ayol darsini o'tkazyapmiz. Ushbu darslarimizda siz erkak kishi bilan janjal to'polonlarsiz muloqot qilishni, oiladagi muammolarga chiroyli yechim topishni o'rganasiz. Uydagi maishiy muammolar, qaynona kelin nizolari, qarindoshlar bilan bo'ladigan turli xil muammolarni sovuq aql, xotirjamlik bilan hal qilishni o'rganasiz. Eringizni xiyonatdan va ajrashib ketish xavfidan himoya qilgan bo'lasiz. Oilangiz bilan iqtisod va pulni qanday topish va qanday tejash kabi sirlarni ham o'rganasiz. Darslarimiz onlayn tarzda bo'ladi. Yana bir narsani aytmoqchiman. Oxirgi paytlarda onlayn darslarga ko'pchilik ro'yxatdan o'tadi-yu, ammo kirmaydi. Biz bu muammoni hal qilish uchun onlayn darsimizni eng minimal narxda, atigi 37 ming so'm qilib belgiladik. Shunda siz pul to'laganligingiz uchun darslarda mas'uliyat bilan qatnashasiz va albatta oila ilmini o'zlashtirasiz. Marafonda qatnashish uchun havola orqali o'tib, izohlarda plus qoldiring. Sevimli ayol darsida ko'rishguncha, mening sevimlilarim.